Men sevgan asar qahramoni Erkin Malik qalamiga mansub 100 yil sarson sargardonlikda asaridagi Mirzobod obrazi. Aynan mana shu obraz orqali biz haqiqiy mard inson qanday bo'lishi kerakligi, oliyjanob inson har qanaqa vaziyatda o'zini o'ylamasdan boshqa insonlarni o'ylagan holatda hayot kechirish kerakligi kabi chin insoniy tuyg'ular haqida saboq oladigan kitoblarimizdan biri deb hisoblayman. Asar nomidan ma'lum bo'lganidek, Mirzobod yoshligidan sarson sargardonlikda, vatanidan uzoqda, vatangadolikda kun kechiradi hamda o'zining oila a'zolari hamda hamqishloqlari bilan birgalikda boshqa yurtlarda ming azob uqubatlar ichida kun kechirishga majbur bo'ladi. Ana shunday vaziyatda ham u o'zining haqiqiy oliyjanobligi, mardligi sababli faqat o'zini o'ylamaganligi tufayli boshqalarni ham hayotini iziga tushirishga, ularni ham farovon kunlarga yetkazishga harakat qilib yashaydi. Bu asarda eng kulminatsion nuqtalardan biri deb biladigan joyim bu asardagi bir o'zbek ayoli o'z farzandini o'qitish uchun hattoki o'zining sochlarini sotishga ham tayyor bo'lganligi deb bilaman va aynan mana shu joyi har bir kitobxonning qalbida chuqur iz qoldiradi. Ushbu kitobni o'qishni barcha kitobxonlarga tavsiya qilaman. Asar 2 qismdan iborat. Birinchi qismi Nuriddin ismli bolakayning o'sha sarson sargardonlikda kechgan hayot tarzi bo'lsa, uning otasining o'limigacha bo'lgan vaqtda tugaydi. Ikkinchi qismi esa uning ulg'aygandagi hayot tarzi haqida yozilgan. Ushbu asarni o'qishni barcha kitobxonlarga tavsiya qilaman.